Bugun kunimizdagi ba'zi kishilar bor, shahodatga to'xtamay boshqalarni qiziqtiradi, lekin o'zi u yerga bormaydi. Boshqalarning haqqi shahid bo'lib o'lsakmi kechirim qilinmaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine'ye gelip ta ki hicretinin 6. yılı 12. ayda yani Zulhicce ayda Mekke müşrikleri bilen Hudaybiye sulhisi tüzgenge kadar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga etrafga İslam'ni kengaytish ve İslam'ni tunuşturishga fursat bo'lmagan edi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga Mekke müşriklerden ve Yahudilerden izchil xavf kelib turg'achqa ular bilan mashg'ul bo'lgan. Ammo Hudaybiye sulhisi tuzilgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam etrafdagi podshohlar, hokimlar, hatto imperatorlarga davlat sifatida ularni İslamga chaqirish harakati boshlab o'tdi. Masalan, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Abdullah ibn Huzafini Sasanilar imperatörü Kisraga avatib uni islomga chaqirdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning Kisraga avatgan xatining mazmuni tuandikicha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'in Parislar imperatörü Büyük Kisraga diqqat qiladigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hey kafir yoki boshqa bir haqoratli so'zlarni qilmasdan ila azimi Kisra, Büyük Kisraga deb ularni hurmatlagan asosida islomga chaqirgan. Shundaqla hidoyat yo'liga ergashganlarga, Alloh va Allohning payg'ambariga iymon etganlarga va Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning shirki yo'q, Muhammed Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik berganlarga salom bo'lsin. Sizni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Men barliq insonlarga Alloh tarafidan kishilarni Allohning azobidan ogohlantirish va Allohning inkar qilganlarga azob bo'lganligining haqiqat ekanligini bildirish uchun avatilgan Allohning payg'ambaridirman. Musulmon bo'lsangiz omon bo'lasiz. Agar boshlarsangiz butun otash parastlarning gunohi sizga bo'ladi. Xatning ostiga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning Muhammed Rasulullah, Muhammed Allohning elchisi degan ism va sifati o'ydirilgan uzuk bilan tamu qo'yilgan edi. Sasanilar imperatori Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning xatini topshirib olgandan keyin u xatni yirtib tashlaydi va Yamanda turishliq valisiga sen darhol Muhammadga urush qil deb buyruq qiladi. Ammo uzun o'tmay Sasanilar imperatorining xon ordusi ichida to'polon yuz berib, imperatorning o'g'li dadasini taxtdan tushib, o'zi taxtga varislik qiladi. Bu yangi taxt varisi Yamandagi valisiga darhol buyruq qilib, Muhammadga urush ochmaydi. Chunki hozir biz Rimlar bilan urush qilish oldida deydi. Uzoq o'tmay Rimlar bilan Sasanilar imperiyasi o'rtasida nihoyat qonliq, shiddatli urush yuz beradi. Alloh taolo buningdan 7 yoki 9 yil ilgari Qur'on Karimda, ya'ni Surrumda xabar bergandek, bu urushda Parislar ustidan Rimlar g'alaba qiladi. Rim imperiyasining imperatori Qaysar bu g'alabaga shukr qilish uchun o'zlari uchun muqaddas bo'lgan Qudusga borib, Masjid al-Aqsoni ziyorat qiladi. U Qudusni ziyorat qilayotgan vaqtida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning elchisi Dihyatul Kalbi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning maktubini elib, uning qashiga keladi. Qaysar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning maktubini topshirib oladi va uni o'qiydi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandisi va elchisi Muhammed ibn Abdullahdan Rimning buyuki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu imperatorga avatgan xatidimi ila azimur Rum, Rimning buyuki deb uni buyuk degan sifat bilan sifatlagan. Chunki u vaqtda hamma odam uni buyuk deb sifatlaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam uni rioya qilib, uni azim, buyuk deb sifatlagan. To'g'ri yo'lga ergashganlarga omonlik bo'lsin. Men sizni islom diniga da'vat qilaman. Musulmon bo'lsangiz omon bo'lasiz. Alloh sizga 2 hasr ajr beradi. Agar qabul qilmasangiz, xalqingizning gunohimi sizga yuklanadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudi va Nasralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular buningdan yuz o'rsa, ya'ni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasralar, bizning musulmon ekanligimizga, ya'ni Allohga hech narsani shirk keltirmay Allohga ibodat qilganligimizga bizga guvohchi bo'linglar. Qaysar xatni o'qigandan keyin Muhammadning yurtidan bir odamni tepib kelinglar. Men uningdan Muhammad haqida so'rayman deydi. Shu vaqtda Abu Sufyan Makkadan 30 necha kishilik savdo karvoni bilan Qudusga kelgan edi. Imperatorning askarlari surishtirish orqali Abu Sufyan va uning hamrohlarini topadi va ularni imperator Qaysarning huzuriga elib keladi. Imperator Qaysar tarjimon orqali sizlarning oranglardan kimning Muhammadga nasibi eng yaqin deydi. Abu Sufyan mening nasibim eng yaqin deydi. Imperator Qaysar sen yaqinroq kel deydi. Abu Sufyan imperatorning oldiga yaqin keladi. Qaysar uningdan savol so'rashga boshlaydi. Muhammadning nasibi oranglarda qandaqroq? Abu Sufyan nihoyat isil. Muhammad chiqishdan ilgari oranglarda payg'ambarlikni da'vo qilgan birasi bormi? Abu Sufyan yo'q. Muhammadning ota-bobolaridan podshoh bo'lganlari bormi? deydi. Abu Sufyan yo'q deydi. Uningga ergashgan kishilar tuan tabiqadagi kishilarmi yoki yuqori tabiqadagi kishilarmi deydi. Abu Sufyan asosli ko'p sonliqi tuan tabiqadagi kishilar deydi. Imperator uningga ergashganlar ko'payyotandi yoki oz qilyotandi deydi. Abu Sufyan kundan kunga ko'payyotadi deydi. Imperator uningga ergashganlar ichidan keyingi yenib olganlar, ya'ni uning dinidan yenib olganlar bormi deydi. Abu Sufyan yo'q deydi. Imperator u payg'ambarlikni da'vo qilishdan ilgari yolg'onchilik bilan ayblanib boqqanmi deydi. Abu Sufyan yo'q deydi. Imperator Muhammed bir ishga ahd qilib, ahdisida turmagan ish bormi deydi. Abu Sufyan yo'q. Hozir uning bilan bizning oramizda bir kelishim bor, sulhi bor. Buningda turmamdi bilmayman, lekin hozir qadar ahdisiz turib keldi deydi. Imperator uning bilan urush qildinglarmi deydi. Abu Sufyan ha qildik deydi.
Qaysinglar g'alaba qildinglar deydi. Abu Sufyan bir qatim o g'alaba qildi, bir qatim biz g'alaba qildik. Ammo o g'alaba qilgan vaqtida urushda men yo'q deydi. Ya'ni xuddi men yo'qligim tufayli biz mag'lub bo'lgan deb o'zining botirligini ko'rsatmoqchi bo'lgandek qilib. İmperator u sizlarni nima ishlarga buyurdi deydi. Abu Sufyan u bizni Allohga hech narsa shirk keltirmay ibodat qilishga, namoz o'qishga, ro'za tutishga, sadiq qilishga, iffatlik bo'lishga, o'g'irlik qilmaslikqa, bolalarimizni tirik ko'maslikka, zina qilmaslikqa va ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan dinni tashlashga buyurdi deydi. Gap musha kelgan vaqtida imperator men uning nasibini so'rasam eng isl nasablik dedim. Uning ota-bobolari ichida podshohlikni da'vo qilganlar bormi desam yo'q dedim. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, u ota-bobolarining podshohlikni da'vo qilibdi deb qaraydim. Uningdan burun payg'ambarlikni da'vo qilganlar bormi desam yo'q dedim. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Muhammad uni do'rab chiqibdi deydi. Uning ergashganlar tuan tabiqadagi kishilarmi yoki yuqori tabiqadagi kishilarmi desam tuan tabiqadagi kishilar dedim. Uning soni kundan-kunga ko'payyotdi dedim. Uning diniga ergashganlardan keyin yana vaqalar yo'q dedim. U sizlarni namoz o'qishga, Allohga hech narsa shirk keltirmaslikka, ro'za tutishga, sadiq qilishga buyurdi ekan. Bu sifatlarning hammasi haqiqiy payg'ambarlarda bo'lgan sifatlar. Men bir payg'ambarning keldiganligini bilatdim, lekin uni sizlarning ishinglardan chiqadi deb o'ylabmi boqmagan edim. Agar mening uning bilan ko'rish imkoniyatim bo'lsa, chuqum ko'rishaman deydi. İmperator Qaysarning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga bo'lgan moyilligi va uni taraflashini anglagan o'rdadagi vazir vuziralar varang-churun qilishib ketdi. İmperator Qaysar bo'ldi chiqib ketsanglar bo'ladi deb Abu Sufyan va uning hamrohlarini chiqarib o'tdi. Abu Sufyan Rim imperatorining yenidan chiqib hamrohlariga bu Muhammadning ishi Rim imperatorini hayron qoldirgudek yaga yetibdi deb nihoyat hayron qoladi. İmperator Qaysar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning elchisi Dihyatul Kalbini nihoyat hurmatlab nurg'un so'g'u salom bilan yo'lga soladi. Ondan keyin Rim imperiyasining cho'ng arboblari, vazir vuziralar hammasini o'rniga to'playdi. Ishni mahkam taqaydi. Ondan keyin ularga ey Rimliklar, agar sizlar podshohliklaringning saqlanib qolishini xohlasanglar, Muhammadni e'tirof qilinglar deydi. Bu gapni anglagan vazir vuziralar va cho'ng arboblar nihoyat g'ul-g'ul qilib varang-churun chiqib ketadi. Va ular o'rnidan darhol turishib, o'rnidan chiqishga eshik taraf qarab mangadi. Lekin eshikni ocha olmaydi. Vaziyatning ko'tarilmaydiganligini ko'rgan imperator Qaysar vaziyatni kontrol qilish va o'zining taxtini saqlab qolish uchun darhol qaytib kelinglar. Men sizlarni diningizda qanchalik mustahkam turadi, sinab beqishni degan edim. Sizlar diningizda mustahkam turdi ekansizlar deydi. Ondan keyin vazir vuziralarning hammasi uningga ta'zim qilib, hurmatini ifodalaydi. Shunday qilib imperator Qaysar o'zining taxtini saqlab qolish uchun iymon etishdan voz kechdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Misr podshohi Muqawqasga Hatib ibn Abi Balta'dan xat avatdi. Hatib ibn Abi Balta'a Misr podshohi Muqawqasning yoniga kelib, uningga Fir'avnning oqibatini eslatib, uni iymon etishga chaqirdi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning maktubini uningga berdi. Muqawqas xatni o'qigandan keyin bu din yaxshilarga buyurdi ekan, yomon ishlardan to'sidi ekan. Men bir o'yinib ko'ray deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bir parcha xat yozib avatdi. Xatning mazmuni tuandikicha. Qibtilarning oqsoqili Muqawqasdan Muhammad ibn Abdullohga salom. Salomdan keyin ma'lum bo'lganki, yo'llagan maktubingizni o'qib, nimaga da'vat qilganingizdan xabar topdim. Men payg'ambar keldiganligini bilatdim, ammo Shomdan chiqdi deb o'yladim. Elchingizni hurmatladim va uningdan sizga Qibtilar ichidagi yuqori martabalik 2 kinizak va kiyim-kechak avatdim. Qabul qilgaysiz va sizga atab bir xechir avatdim, mingaysiz. Vassalam. Misr podshohi Muqawqas payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning islom chaqiriqiga nihoyat ijobiy pozitsiya bildirdi. Lekin u o'yinib boqadiganligini aytdi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga 2 kinizak avatdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u avatgan 2 kinizakning birisini, ya'ni Mariyani o'zining amriga elib, mu'minlarning onasi bo'lish sharafiga erishtirdi. Alloh taolo Mariyadan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Ibrohimni ato qildi va yana bir kinizakni Hasan ibn Sabitga berib o'tdi va u avatgan xechirni o'zi minadi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom musulmonlar Makkadagi vaqtida turolmaganda ularga o'rin bergan Habasiston podshohi Najoshiga xat avatdi va uningdan 3 xil ishni talab qildi. Avatgan xatining mazmuni tuandikicha. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning elchisi Muhammaddan Habasiston podshohi Najoshiga Allohning madhiya alayman. Uningdan boshqa iloh yo'q. Alloh butun koinotning podshohi, ayib nuqsonlardan pok, mu'minlarga salom bag'ishlovchi, mu'minlarni azobdan saqlovchi, shay'larni boshqaruvchi. Shuning guvohlik bermanki, Isa Maryamning o'g'li. U Allohga mansub ruh va Allohning Maryamga tashlagan so'zidir. Alloh Isoni pok, iffatlik, dunyodan aloqasini uzgan Maryamga tashladi. Shuning bilan Maryam homildor bo'ldi. Alloh qudrati bilan Odam alayhisalomning yaratgandek Isoni yaratdi. Men sizni shirk yo'q bir Allohga ishonishga, uningga itoat qilishga, menga ergishishga, menga kelgan vahiylarga iymon etishga da'vat qilaman. Men Allohning elchisi. Men sizni va xalqingizni Allohga itoat qilishga da'vat qilaman. Men sizlarga Allohning buyrug'ini yetkazdim va nasihat qildim. Nasihatimni qabul qilinglar. To'g'ri yo'lga ergashganlarga omonlik bo'lsin. Najoshi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning maktubini o'qigandan keyin nihoyat ta'sirlanadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom har qanday bir podshoh yoki imperatorga xat avatmoqchi bo'lsa, ularning e'tiqodiga munosiblik ularga ta'sir qiladigan shaklda xat yozib avatgan. Najoshi buning ta'sirida o'zining musulmon bo'lganligini aytib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tuvandagi xatni avatdi. Allohning payg'ambari Muhammadga Ashama Najoshidan salom. Ey Allohning elchisi, sana Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin. Allohdan boshqa iloh yo'q va ibodat qilishga loyiq ma'bud yo'qdir. Ey Allohning elchisi, menga sening Isa alayhisalom haqida yo'llagan maktubing tegdi. Osmon zaminning Parvardigori bilan qasam qilamanki, Isa sen suhbatlagan
doimdan kam yoki ziyoda emasdir. U beayni sen degandekdir. Biz avatgan maktubingdan vaqiflandik. Tog'ongning o'g'li, ya'ni Ja'far ibn Abi Talibni hurmatladik va uning izzatini yaxshi qildik. Guvohlik beramanki, sen Allohning barhaq payg'ambaridirsan. Sana bay'at qildim va tog'ongning o'g'liga bay'at qildim. Uning oldida butun olamlarning Robbiga iymon aytib, musulmon bo'ldim. Vassalam. Shunda qilib musulmonlar eng qiyin paytda o'zining davlatidan o'rin berib, musulmonlarga yordam bergan Habasiston podshohi musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Habasistondagi muhojirlar birdan ikkidan Madinaga kelgan. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tog'asining o'g'li Ja'far ibn Abi Talib va uning bilan birga 16 oila payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'i bilan Habasistonda qolgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Najashiydan talab qilgan ikkinchi ishi bo'lsa, shu muhojirlarning orasidagi Ummu Habiba, ya'ni Abu Sufyonning qizni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'zi vakil bo'lib o'ylab qo'yish edi. Najashi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning talabiga binoan Ummu Habibaga o'zi vakil bo'lib, shundaqla to'yliqni o'zi berib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'ylab qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Najashiydan talab qilgan 3-ishi bo'lsa, shu yerdagi muhojirlarning hammasini Madinaga yo'l qilib qo'yish edi. Najashi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning talabini o'rindash uchun maxsus 2 kema hozirlaydi va muhojirlarning hammasini hurmatlab, ularni Madinaga yo'l qilib qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana to'xtamasdan atrofdagi arab baglari va podshohlarga maktub avatib, ularni islomga chaqirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom har biriga avatgan xatda shularga munosib shaklda xat yozadi va shularga munosiblik oyatlarni keltirdi. Shundaqla ularning tilini biladigan, kelishgan, muloyim va kishilik munosabatga oid mahir sahobalarni tanlab avatdi. Yaman podshohi bilan Bahrayn podshohi musulmon bo'ladi. Bahrayn podshohi musulmon bo'lgandan keyin xalqini islomga kirishga chaqirdi. Ammo xalqining yarmi islom kirishni rad qiladi. Bahrayn podshohi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga xat yozib, "Ey Rasululloh, mening xalqimdan bir qismi islomga kirishga unimadi. Ularning orasida yahudiylar va xristianlar bor. Ularni qanday qilaman?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uningga javob xati avatib, yahudilardan qo'g'dash haqqi olib, o'z dinida erkin yashasa bo'ladi deydi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islom da'vatini davlat darajasiga ko'tarib, keng qanot yaydirish natijasida musulmon bo'lganlarning soni shiddat bilan ko'payishga boshlaydi. Hudaybiya sulhi tuzish bilan Makkadan kelgan xavf oxirlashgan bo'lsa-mu, lekin Madinaga 150 kilometr kelgan Xaybardagi yahudilardan kelgan tahdid texi oxirlashmagan edi. Chunki Madinadan surgun qilingan Banu Nazr yahudilari Xaybardagi yahudilar bilan birlashib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qarshi harakat qilishdan 1 minut to'xtab qolmagan edi. Garchi ular Hudaybiya sulhi tuzilgandan keyin Makka mushriklarning iborat muhim ittifoqdashdan olib qolgan bo'lsa-mu, G'atban qabilasidan aloqalashib, ular bilan birlashib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qarshi har xil suiqasd va urushlarni planlaydi. Va shundaqla Madinadagi munofiqlar bilan maxfiy aloqalashib, ularni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qarshi isyon ko'tarishga qiziqtiradi. Shundaqla musulmonlarning ahvolidan birma-bir xabardor bo'lib turadi. Ya'ni Xaybardagi Banu Nazr yahudilari musulmonlarga nisbatan qachon portlashini bilgili bo'lmaydigan vaqtliq bomba o'xshash xatarlik edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu tahdidni yo'qotish uchun Hijratning 7-yili 1-oyda, ya'ni Muharram oyida Xaybar urushiga safarbarlik qiladi. Va shundaqla Hudaybiyaga borganlar bu urushga qatnashsa g'animat beriladi. Agar Hudaybiyaga bormaganlar qatnashsa jihadning savobiga erishadi, lekin g'animat berilmaydi deb e'lon qiladi. Chunki Xaybarning xurmaliq bog'larına ait mo'l, shundaqla Xaybarlik yahudilar ait boy edi. Shunga bu urushga Hudaybiyaga bormagan ba'zi munofiqlarmi g'animat ko'zlab chiqishi mumkin edi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 1400 nafar sahoba bilan Xaybarga qarab yo'lga chiqadi. Va ular bilan 20 nafar ayol sahoba urushda yordar bo'lganlarni davolash uchun birga chiqadi. Yahudilar payloqchilar orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Xaybarga qarab yurish qilganligini anglaydi va darhol ittifoqdoshi bo'lgan G'atban qabilasiga xat avatib, bizga yordam beringlar deb yordam so'raydi. G'atban qabilasi Xaybar yahudilarini qo'g'dash va ularga yordam berish uchun hozirlanayotgan paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Xaybar tarafga emas, G'atban qabilasiga yaqin bir joyga tushadi. G'atban qabilasi musulmonlarning o'zining qabilasining yeniga tushganligini anglab, ular bizga urush qilmoqchi ekan deb Xaybarga berishni voz kechib, o'zining qabilasini mudofaa qilish bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga berishga tegishli uchini berib bo'lgandan keyin, ya'ni ularni Xaybarga mengishni tusib bo'lgandan keyin Xaybarga qarab yo'lga chiqadi. Sahobalar safar ustida she'r o'qishib, nihoyat jushqun kayfiyat bilan mangdi. Shunda qilib musulmonlar qo'shini 3-4 kun yo'l mangandan keyin kech kirishi bilan Xaybarga yaqin bir joyga kelib tushdi. Bu vaqtda urush taktikasiga mahir Hubbab ibn Munzir degan sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yoniga kelib, "Ey Allohning elchisi, bu yerga Allohning vahiysi bilan tushdingmi yoki o'z ra'ying bilan tushdingmi?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "O'z ra'yim bilan tushdim" deydi. Hubbab ibn Munzir, "Ey Allohning elchisi, bu yer yahudilarning qurol yaroqlarini saqlaydigan Natat qo'rg'oniga nihoyat yaqin. Ya'ni kelib ular qo'rg'onda turib bizga hujum qila oladi. Ularning o'qlari bizga tegadi, bizning o'qlarimiz ularga tegmaydi. Shunga bu strategiya jihatdan faqat yaxshi emas, boshqa yetkilayli" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "To'g'ri deding, shunda qilayli" deb Hubbabning ko'rsatgani bo'yicha Hubbab degan yerga tushdi. Hubbab ibn Munzir payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Badr urushidami mushuning o'xshash savolni so'rab, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "O'z ra'yim bilan tushdim" degandan keyin boshqa bir yerga yetaklagan. Bu urushdami mushundaq qildi. Demak, bu bizga urush taktikasida yoki urush usulida muayyan ilohiy ko'rsatma bo'lmaydiganligi. Uningda qaysi xil usul, qaysi xil taktika munosib bo'lsa, u kimning bo'lishidan qat'iy nazar uni qo'llanishimiz kerak ekanligini ko'rib olamiz.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hubbabning fikri bilan Hubbab degan yerga tushdi. Ondan keyin sahobalarga jihadning fazilati va shahodatning martabasi haqida nutq so'zlaydi. Oxirida aytiman bayroqni shundoq bir kishiga topshiramanki, u kishini Alloh va Allohning elchisi yaxshi ko'radi. U kishimi Alloh va uning elchisini yaxshi ko'radi deydi. Shunda qilib sahobalar tarqishib ketadi. Ammo shu kechasi sahobalar payg'ambarimiz degan shu odamning o'zlari bo'lib qolishini umid qilib, u kecha nihoyat uzoq bilinib ketadi. Hazrat Umar men hayotimda shu vaqtda shu odamning men bo'lib qolishini umid qilib, men sen umid qilib baqdim deydi. At degan tong yurishdan sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning atrofiga to'plashadi. Hazrat Umar shu odam men bo'lib qolsam shu koshki deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ko'z oldiga kelib turadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sahobalarning orasidan birisini izlaydi. Sahobalarning hammasi men bo'lib qolsam degan umidda nihoyat jiddiylashib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Ali qani deydi. Sahobalar Alining ko'zi og'rib qopti deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam uni elib kelinglar deydi. Bir sahoba Hazrat Alini xuddi amoni etilganda qo'lini yetilab keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam duo o'qib Hazrat Alining ko'ziga suflab qo'ydi. Hazrat Alining ko'zi yaxshilanib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bayroqni Hazrat Aliga tutqizadi. Hazrat Ali quloq bayroqni elib, "Ey Allohning elchisi, men bular bilan ular toki bizdek musulmon bo'lgan qadar urush qilaman" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Ey Ali, sen ularni old bilan islomga chaqirgan. Bir odamning sen sababli musulmon bo'lishi qizil tugaga erishganingdan suyimlik bir ish" deydi. Payg'ambarimiz davrida qizil tuga topmoq nihoyat tas, nihoyat qimmatlik bir narsa edi. Shuning uchun qimmatlik narsalarga erishishda qizil tuga erishishni suyimlik deb ishlatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bayroqni kuyog'li Hazrat Aliga tutqizdi. Jang maydonida bayroq tutish deganlik dushmanning o'qyolining markaziga aylanish deganlik. Chunki dushman eng avval bayroqni tushirish uchun bayroqni ko'targan odamga hujum qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam mana shuningdek badal to'laydigan, jafo tortadigan, fidokorlik ko'rsatadigan yerda eng avval o'z oilasining odamni chiqaradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sahobalarni qiziqtirgan jannatga, sahobalarni qiziqtirgan jihad va shahodatga o'zi va oilasini qiziqtiradi va uningga ishonadi. Shuning uchun fidokorlikdan hech qachon qochmaydi. Bugungi kunimizdagi ba'zi kishilar va shahodatga to'xtamay boshqalarni qiziqtiradi, lekin o'zi u yerga bormaydi. Bu yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Xaybar yahudilarining bir qancha qo'rg'onlari bor edi. Hazrat Ali boshchiligidagi musulmonlar qo'shini strategik jihatdan eng muhim bo'lgan Noim qo'rg'onni muhosiraga oladi va ularning taslim bo'lishini, musulmon bo'lishini aytadi. Lekin ular keskin rad qiladi. Shundaqla yahudilar ichidagi mingga tetadigan azmat deb nom olgan Marhab ismli yahudini yakmak elish uchun tushirdi. Uningga Amir ismli bir sahoba tushirdi. Bular nihoyat qattiq elishib Marhab Amir degan sahobini shahid qilib o'tdi. Ondan keyin Marhab meydisga mushlab musulmonlarga popoza qilishga boshlaydi. Ondan keyin Hazrat Ali quliga qilishni elib tuandagi sherni o'g'on holda maydonga etib keladi. Anam shunda atabdi nomimni Haydar. Yovman bilan erissa yo'lvas ikandar. Al qisasni Zulfiqarda olmasam men xar. Ey Xudoning dushmani Allohu akbar. Hazrat Ali mushundaq deganicha Marhamga yo'lvasdek etib keladi. Bu ikkisi nihoyat qattiq tutishdi. Hazrat Ali oxirida qo'lidagi Zulfiqar qilichi bilan Marhabning kallasiga dubulg'isining ustidan uradi. Hazrat Alining qilichi dubulg'ini kesib, uning kallasini yerib o'tadi. Shuning bilan Marhab jahannamga uzdirildi. Ondan keyin Marhabning qarinishi maydonga etilib tushdi. Uningga Zubayr ibn Avam tushib, uzun tutishmayla uni o'ldirdi. Ondan keyin ikki tarafdagi shiddatli jang boshlanib ketadi. Hazrat Ali bu urushda shundoq jasorat ko'rsatdiki, uning ko'rsatgan jasarati tillarda daston bo'ladi. Haydar nomiga loyiq, ya'ni tog' yo'lisi degan bu ismiga loyiq holda yahudilarning ko'ziga xuddi yo'lvosdek ko'rinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yahudilarning ikkinchi muhim qo'rg'oni bo'lgan Saib qo'rg'oniga Hubbab ibn Munzir boshlig'ida qo'shin avadi. Qo'shin Saib qo'rg'onini muhosiraga oladi. Hubbab ibn Munzir boshlig'idagi qo'shin Saib qo'rg'onini 3 kun muhosiraga olgan bo'lsa-mu, bosib kirolmaydi. Qo'shinning osh-uzuqi tugashga boshlaydi. Ba'zi sahobalar ochliqdan eshak go'shti yegida tas qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu xabarni anglab, sahobalarni eshak go'shti yeyishdan to'sadi va Allohga duo qiladi. 4-kuni keng ko'lamli hujum qo'zg'ab, bu Saib qo'rg'onini ozod qiladi. Saib qo'rg'oni yahudilarning osh-uzuq va xurmalarini saqlaydigan nihoyat mo'l qo'rg'on bo'lib, bu qo'rg'on ozod qilingandan keyin musulmonlar osh-uzuq qiyinchilikdan qutuldi-da, orqa-orqa hujum qilib yahudilarning boshqa qal'a safillarini hammasini ozod qiladi. Yahudilar oxiri bo'lolmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan sulhilashni talab qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu vaqtda yahudilarning hammasini to'liq taslim qildira oladi va yo'qota oladi. Lekin rahmat payg'ambari Muhammad alayhisalom ularning vakili bilan kurashib, ularning jinni saqqish bedeliga bu yana tashlab chiqib ketishga sulhilashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yahudilarning hammasini surgun qilg'ili qo'ygan vaqtida yahudilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yalvirib turib oladi. "Ey Muhammad, biz bu yana ko'katib, terisak, bizni bu yerda qoldirsak, bu yerda kunimizni kechirsak" deydi. Rahmat payg'ambari Muhammad alayhisalom yana ularga rahim qilib, bu yerdan chiqqan mo'l hosilning yerimini sizlar olasizlar, yerimini bizga avatsizlar deb ularni yurtidan qo'g'lamaydi. Shundaqla shu yerdan chiqqan mo'l hosilning yerimini ularga berishga ma'qul bo'ladi. Shunda qilib Xaybar urushi oxirlashdi. Sahobalar shahidlarni sanab, faloni shahid bo'pti deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh bilan qasamki, uningga qiyomat kuni 10 ton ko'ygizildi. Chunki u g'animat taqsim qilinishdan ilgari 1 tonni tiqib oldi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu gapini anglagan sahobalar tushib ketdi. Sahobalardan birisi beshiga chigib olgan latini ilib, "Ey Rasululloh, men malatini urush jarayonida beshimga chigib olgan edim. Mana bu g'animat kitobi" deb tashlaydi. Endi bir sahoba qo'lga chigib olgan bo'g'ishni tashlaydi. Shunda qilib taraf-tarafdan nihoyat oddiy narsalarni sahobalar tashlashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar mushu bo'g'ishni tashlamagan bo'lsang, bu
bu bo'g'ich sana qiyomat kuni o't bo'ladi deydi. Demak, umumning mulki mana shunda xatarlik. Garchi oddiy narsa bo'lsa-mu, u narsa qiyomat kuni o't bo'ladi. Gerçi o sahabeler şu uruş qanashqan bolsa-mu, lekin g'animatga taqsim qilinmagan edi. Taqsim qilinishini ilgari u umumning haqqi, ya'ni uningda boshqalarning haqqi bor deganlik. Demak, Alloh yo'lida kurash qilgan odam boshqalarning haqqini shundoq ilib olsa, u narsa uning uchun o't bo'lsa, ya'ni shahidlikmi, uni kechirolmasa, o'tni ilib qaytarmasa yoki har xil usullar bilan boshqalarning pul milini ilib olsa, uning qiyomatlik azobi nim bo'lib ketadi. Shuning uchun boshqalarning haqqidan nihoyat qo'rqishimiz kerak. Chunki boshqalarning haqqi shahid bo'lib o'lsak-mi kechirim qilinmaydi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xaybar urushidan ilingan g'animatlarning 5ning bir qismini davlat xazinasiga ayirib olgandan keyin qolganini sahobalarga taqsimlab berdi. Sahobalar bu urushda nihoyat boy bo'lib ketdi. Chunki Xaybar zamini shundoq mo'l zamin ediki, Hazrat Umar biz Xaybar azod qilgandan keyin osh tomoqqa to'yga edik deydi. Hazrat Oyisha mo biz Xaybar azod qilgandan keyin xurmoga to'ydik deydi. Muhojirlar Makkadan hamma narsani ayilib kelgan vaqtida ansarlar ularga mol mulkini bo'lib bergan edi. Muhojir sahobalarning ahvoli bu urushga qatnashgandan keyin nihoyat yaxshilanib ketdi. Ular ansarlarga o'z vaqtida bergan mol mulkining hammasini qaytarib berdi. Hatto ba'zi sahobalar bir tup xurmo bergan bo'lsa, uning o'rniga 10 tup xurmoni qaytarib berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom g'animatlarni taqsimlamayotgan vaqtida Habasistondan yo'lga chiqqan Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi muhojirlar Xaybarga yetib keldi. Chunki Xaybar Habasistondan Madinaga kelishdagi bir o'tan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ja'far ibn Abi Talib bilan nihoyat qizg'in quchoqlashib ko'rishdi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaysi ishga xushal bo'lishini bilmayotimi? Xaybarning ozod qilinganligimi yoki Ja'farning saq-salomat qaytib kelganligimi deb o'zining xushalligini ifodalaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ja'far va uning hamrohlariga g'animatdan bir kishilik berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilgandan keyin Habasistonga hijrat qilgan muhojir sahobalar bir ikkilab Madinaga qaytib kelgan. Lekin Ja'far boshliq 16 oila payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'i bilan Habasistonga qaytib qolgan. Buningda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning har bir siyosiyda bo'lishga tegishli Iroqning ko'raligi bor edi. U bo'lsa-mu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaning bexatarligini to'liq kapolatga ega qilmay turib, Yamanga kelganda musulmonlar panohlaydigan bir zapas o'rinni yo'qotib etmaslik edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaning bexatarligini kapolatga ega qilish uchun Hudaybiya sulhisini tuzdi. Ya'ni Makkadan kelgan xavf tugdi. Xaybarni azod qildi. Yahudilardan kelgan xavf tugdi. Faqat musulmonlarga G'atban qabilasidan kelgan xavfli qoldi. G'atban qabilasi o'zi yolg'iz holda Madinaga xavf shakllantirmaydi. Shunga Ja'far ibn Abi Talibning u ya'ni zapas o'rin shaklida saqlab turishining ahamiyati qolmadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni qaytirib kelinglar deb qaytirib kelgan. Asrlar orasida Banu Nazir yahudilarning kattashi Huyayning qizi Safiya bor edi. U keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning ozodligini to'yliq qilib uni amriga oldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xaybar urushidan bekavib turishiga bir yahudi ayol payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni tabriklaganda bo'lib, bir qo'y go'shtini pishirib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning oldiga elib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu qo'y go'shtidan bir ishlam og'ziga solgan hamon Jibril alayhisalom kelib, "Ey Muhammad, bu go'sht zahar bor" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu go'shtni tukurib o'tdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom heliqi yahudi ayolni chaqirib keldi va uningdan "Nima uchun bu qo'y go'shtiga zahar solding?" dedi. Bu ayol "Sen rost payg'ambarmi yoki emasmi ayirish uchun soldim. Agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sana zahar ta'sir qilmaydi. Zahar seni o'ldirolmaydi. Yolg'on payg'ambar bo'lsang, sendan qutulay dedim" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni kechirib o'tdi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishidagi sahoba go'shtini yegan bo'lib, u zaharlanib o'lib ketdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom heliqi yahudi ayolni chaqirtib, zaharlangan sahobaning qisosi uchun uni o'limga hukm qildi. Bu voqeada biz bunday bir narsaga yetalaymiz. Yahudi va xristianlarning o'zining dini bo'yicha o'ldirilgan go'shtlarini musulmonlarning yesi bo'ldiganligini ko'rib olamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yahudi ayol pishirib kelgan go'shtni qanday o'ltirding, musulmon o'ltirdimi deb so'masdan yedi. Va Qur'on Karimda degandek ahli kitoblarning, ya'ni xristian va yahudilarning o'z dini bo'yicha o'ltirgan go'shtlarini yig'ilib bo'ladi. Shunda qilib Xaybar urushi oxirlashadi. Bu urushda musulmonlardan 23 nafar sahoba shahid bo'ladi. Yahudilardan 93 nafar yahudi o'ladi. Payg'ambar alayhisalom Xaybar urushidan keyin Xaybarning atrofidagi Fadak, Vadil Qura va Tayma yahudilariga hujum qilib, ularni nihoyat tez suratda bo'ysundiradi. Ularni Xaybar yahudilariga o'xshash chiqqan mas'ullarning yerimini o'zi elish, yerimini musulmonlarga avatish badaliga o'z yurtida qilib qoladi. Ammo siyosiy kuch Muhammad alayhisalomda bo'ladi. Shunda qilib yahudilarning ishlari butunlay betaraf bo'ladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xandak urushida asosli rollarning birini o'ynagan G'atban qabilasiga urush qilish uchun sahobalarni tayyorlab u yerga yurish qiladi. G'atban qabilasi Arab oralidagi kuchli qabilalarning biri. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni mag'lub qila olamdi. Bu urushda qanday ishlar yuz beradi? Buning tafsilotida qiziqsanglar, diqqatinglar kelar dersiniz. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.